Ideal motor moyini tanlash uchun 3 ta maslahat. Qani ketdik. Birinchisi, har bir furaning qo'llanmasida ruxsat etilgan moylar va standartlari belgilab qo'yilgan. Har xil turdagi mashinalar uchun o'ziga xos moy to'g'ri keladi. Muhim maslahat, ishlab chiqaruvchining standartlariga qat'iy rioya qiling. Ikkinchisi, dvigatel darajasi moy tanlaganda juda muhim. Euro 4, Euro 5 va Euro 6 mashinalarga to'g'ri moy tanlang. Uchinchisi, ko'p yurgan mashinalarga suyuqligi yuqoriroq moy to'g'ri keladi. Siz boshlanishiga 5 ga 30 moy quyib yurgan bo'lsangiz, keyinchalik probegingiz ko'payganda 10 ga 40 moyga o'tish tavsiya qilinadi. Bizning kompaniyamiz Shell, Castrol, Hengst, Mercedes, Volvo, DAF kabi dunyoning eng mashhur brendlarini butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beradi. Barcha mahsulotlarimiz mutlaqo original va har bir mahsulotimizga biz kafolat beramiz. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va bizning mutaxassislarimiz sizga yordam beradi.